Assalomu alaykum obunachilar guruhimiz a'zolari. Sizlar uchun, obunachilarimiz uchun 11.05 Zubr traktorimizni Bartovoy korofkali modelidan bir dona qolgan edi. Sizlarga shuni obzorini qilib, narxlari bilan ulgura qoldilar, yoritib beramiz. Hoziroq shu videomizga like bosib, akalar obuna bo'lib, do'konimizdan 25-may sanasigacha ko'rib turgan Zubrlarni kela xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarini eng arzon, optim narxlarda kelishtirib hisoblab, bonuslari bilan qilib beramiz. Oldingi videolarimizda ham sizlarga ko'rsatganmiz. 11.05 Zubr traktorimiz Bartovoy modelidan tugab qolgan edi. Sizlar uchun bir dona olib kelib berganmiz. Ulgura qoldi. Video davomida obzorini qilib beramiz. Ko'rib turgan traktorlaring 11.05 motor, 18 ot kuchli Zubr 11.05 mini traktorimiz hisoblanadi. Motor veslari o'sha 185 kg motorli katta variantidan ko'p joyda 125-145 kiloli motor bilan qilib berishyapti. Biz sizlarga 185 kg katta motori bilan tavsiya qilamiz akalar. Qo'shimcha akalar dinamli modelidan soatiga 800 grammdan 1 litrgacha salalka rasxod qilib beradi. Hamda buni yonbosh remen shkiflari ham juda ham katta qilib ishlangan modelda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Statorlari ham hamda bu akkumulyator qismlari ham juda ham katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan holatda. Yozgi kunida ham umuman qizib ketib qolmaydi, chunki o'zida radiatorlari bor akalar, radiatorlari bo'ladi. Oldi balon razmeri 512, orqa balon razmeri 614 lik katta balondan. Hamda buni palovoz o'q qismlari mana ko'rishingiz mumkin. Buniki Bartovoyli katta palovoz, kichkina palovozdan emas, hamda orqa balonlari razmer bo'ladi. Orqa frezalari o'sha 1.30 lik, har videoyimizga aytganmiz, 1.30 lik katta frezalar bilan jihozlangan, yerlarni bemalol haydab berish uchun mo'ljallangan. Skors qismlari 6 talik, toshbaqa quyon skorslari bor. Gaz tormoz hamma funksiyalari bor. Rollari mexanika, lekin juda ham yumshoq holatda bo'ladi akalar. Akkumulyatorlarni uzib qo'shadigan o'zida klimalari yo'q. Hamma yo'q, komplekt holatda qo'yilgan. Aytganimdek, soatiga 800 grammdan 1 litrgacha salalka rasxod qilib beradi. Narx-navosiga keladigan bo'lsa, narx-navosi 28 million so'm. Shunaqangi Zubr 11.05 mini traktor oqtarib tanishlarga jo'natib qo'ysalar, Bartovoy korofkali variantdan bir dona qolgan, bemalol kelib do'konimizdan ulgura xarid qilib olishingiz mumkin. Narxini 28 million so'm qilib beramiz. Komplekt frezalari, kulchlari komplekt holatda bo'ladi. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib bo'laverasizlar.